Drabilkalarimiz bir afzallik jihatlari, narxlari haqida bir ma'lumot bersangiz. Bo'ldi. Aynan nima uchun olov drabilkasini bizni qolgan drabilkalardan farqlarini tushuntiramiz bugungi obzorimizda. Nima uchun bizni drabilkani xarid qilish kerak? Aynan shu haqida mana shu videomizda gaplashib o'tamiz. Xo'p. Aynan xalqimiz bor uchun eng arzon narxlarda chiqarib beramiz. Mana shu narx ham, mana shu drabilkamiz narxi otaxonlarimizni, onaxonlarimizni pensiya pulini o'ylagan holatda bundan ham arzon narxlari zakaz asosida 1,5 million so'mga ham drabilkamiz bor. Donli mahsulotlar, faqatgina donli mahsulotlar ishlab chiqaradi. Bug'doy, arpa, yorma, sholini o'sha qushlarga asosiy o'sha nima deydi? Maydasini 4dan 1 qismini ham ishlab chiqarib beradi. Jami bo'lib 7 xil mahsulot ishlab chiqaradi. Aynan siz obunachilaringizga 1,5 million so'm. 1,5 million so'mdan kommentariyani yozib, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab tursa 1,5 million so'mdan drabilkamiz bor. Bu eng chottasida chiqardik hozir. Endi kichkinasida chiqarib ko'ramiz. Farqini ko'ramiz. Ketdi. Bu aka bundan ham maydasi. Endi mana buni ko'ring. Mana aka 3 xil. WhatsAppda bu aka. Bu tikoni bor ekan.